Nazar va Umida, birinchi guruh nogironiman. Aravada tashqariga chiqishga sharoitim bo'lmaganligi sababli mana 8 yildan beri uydan ichkarida oftob nuridan bahramand bo'la olmay uy ichkarisida qolib ketdim. Shu sababdan ham yana qo'shimcha kasalliklar orttirib oldim. Bu masalada men ko'p tashkilotlarga murojaat qildim. Shulardan menga Xorazm viloyati nogironlar assotsiatsiyasi tashkiloti yordam berishga va'da berishdi, qaror qilishdi. Ya'ni meni oilaviy sharoitimni o'rganib chiqib, ular yordam berish kerak ekanligini aytishdi va saxovatpesha insonlar ko'magi bilan menga hozirgi kunda yordam berishyapti. Ularga katta rahmat, o'z tashakkurimni aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim hech qaysi biri kasal bo'lmasin. Rahmat aytmaysiz.